Jon chiqishidan oldin shayton insonni nimalar qiladi? Assalomu alaykum. Siz Hikoyachi bobo kanalidasiz. Inson o'limi oldidan shayton kelib, dinidan voz talab qilishi haqiqatmi? Farishtalar jon chiqishidan oldin nima uchun keladilar? Alloh iblisni jannatdan quvganida shayton musulmonlarni yo'ldan urishga va Allohning qullarini egri yo'llarga boshlashga va'da bergan. Shuning uchun ham har bir musulmonni iblis ta'qib etadi. Har xil yo'llar bilan islom dinidan adashtirishga urinadi. Alloh taolo muqaddas Qur'onda shaytonning so'zlarini keltiradi. Ma'nosi: iblis aytdiki, ey Alloh, meni adashgan ahvolga solganing uchun men ham ularni adashtirish uchun seni to'g'ri yo'lingda o'tiraman. Keyin oldilaridan, orqalaridan, o'ngi gapidan kelaveraman. Ko'pchiligi vazifasini bajarmasligini ko'rasan. A'rof surasi 16-17 oyat. Jobir roziyallohu anhudan yetkazadilar. Allohning elchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: haqiqatdan ham siz nimaiki qilmang, shayton har biringizni yoningizda mavjud. Imoni Muslim hadislari 2033. Eng ko'p kuchni shayton iymonli odam o'limi oldidan sarflaydi. Insondan iymondan voz kechishni talab etishga juda ham harakat qiladi. Agarda dunyoni iymonidan voz kechib tark etsa, dunyoda qilgan barcha amallari bejiz ketadi. Imom Qurtubiy o'zini At-Taskir Ahawla Un'on Ahiri kitobidan shaytonning o'layotganlar oldiga kelishi haqidagi bobida shunday yozdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yetkazadilarki, banda o'limi oldidan ikkita shayton o'ltirib oladi. Biri o'ng tarafga, ikkinchisi esa chap tarafga. Chap tarafda o'ltirgan o'layotgan qiyofasiga kiradi va shunday deydi: ey farzandim, men senga nisbatan joyda shafqatli bo'ldim va seni juda ham yaxshi ko'rdim, lekin men nasroniy bo'lib vafot etdim. Bu din eng afzal dindir. O'ng tarafda o'ltirgan shayton onasi qiyofasiga kiradi va shunday deydi: ey farzandim, haqiqatdan ham sen mening tanamdan vujudga kelding. Meni sutim sen uchun oziqa bo'ldi va meni oyoqlarim sen uchun o'rindiq bo'ldi. Lekin men Yahudiy dinida vafot etdim va bu eng afzal din. Bu ma'lumotni Abu Qobisiy o'zining Risola ibn Azabi sharhida keltirib o'tgan. Bundan tashqari Abu Hamid o'zini Kashf Ahiriy kitobida shunday ma'lumotni keltirib o'tgan. So'ngra Imom Qurtubiy shunday deb yozadilar. Abdulloh ibn Ahmad ibn Ambal shunday deydilar: mening otam Ahmad o'layotganida men uning yonida edim va qo'llarimda uning jag'ini bog'lash uchun bir parcha mato ushlab turardim. U hushini yo'qotar edi va yana o'ziga kelardi. Qo'llari bilan beliga berib, u shunday dedi: yo'q, hozircha yo'q. Buni bir necha marotaba qildi. Men undan so'radim: otajon, siz nima deyapsiz? Otam javob berdi: shayton meni yonimda turibdi. Barmoqlarini tishlab shunday deyapti: ey Ahmad, sen mendan qutulding. Men esa yo'q, men hali o'lmayman dedim. Imom Abu Abbos Ahmad al-Qurtubiy Iskandariyada shunday degandilar: bizni shayximiz Abu Jafarning akasi Ahmad ibn Muhammad al-Qurtubiy vafot etayotganlarida shunday deyishgan: la ilaha illalloh deb aytgin. U esa yo'q, yo'q deb javob berdi. U o'ziga kelganida biz unga bo'lganlarni aytganimizda u javob berdi: ikkita shayton yonimda o'ng va chap tomonimdan kelishdi va ulardan biri dedi: Yahudiy kabi o'l, chunki bu din afzal dindir. Ikkinchisi esa shunday dedi: nasroniy kabi o'l, chunki bu eng afzal dindir. Men ularga yo'q, yo'q dedim, sizlarga emas. Musulmonlarga yetkazilgan bunday hikoyalardan juda ham ko'p. Shuning uchun ham o'layotgan odamning yonidagilar unga kalima shahodatini o'qitirsa, u inson shaytonning hiylalariga uchramasdan iymonli inson kabi tark etadi. Imkon boricha yonida Qur'on tilovat qilish, Yosinni o'qish tavsiya etiladi va balki shayton uning yoniga kelib iymonidan ayira olmas. O'limidan oldin iymonli kishining tomog'i va og'zi quriydi. Uning o'zi uchun suv so'rashga imkoni bo'lmaydi. Shu payt shayton agar iymonidan voz kechsa, unga suv berishini aytadi. Buni bilgan holda uning qarindoshlari uning og'zini
va lablarini ho'llab turishlari lozim. Ikkinchi savolga javob beradigan bo'lsak, insonning joni uziladigan vaqtida uning ruhini Azroil alayhissalom oladilarmi yoki uni farishtalarimi? Har bir odam uning jonini oluvchi farishtaga duch keladi va u farishtani tashqi ko'rinishi odamning qilgan amallariga bog'liq bo'ladi. Agar o'lgan inson iymonli va pokiza inson bo'lgan bo'lsa, uni joni uchun kelgan farishta uning yoniga xursand bo'lib keladi va uning jonini xotirjamlikda oladi. O'layotgan inson hech qanday og'riqni his qilmaydi. Iymonsiz insonlarga kelsak, qo'rqinchli va dahshatli farishtalar bilan to'qnashadilar. O'zlarining oxirgi onlarida do'zaxdagi ular uchun tayyorlangan joyni ko'radilar va bundan dahshatga tushadilar. Ularning joni tanadan katta qiyinchilik bilan chiqadi va bo'laklarga bo'linib ketadi. Qur'oni Karimda iymonsizlarning oxirgi onlari quyidagicha farishtalar oyatlarni tan olmagan kofirlarning jonini olayotganida ko'rsang edi, ular kofirlarning yuzlari orqalariga urib alangalik otash azobini totinglar endi deyishadi. Al-Anfal surasi 50-oyat. U g'ayb aytadilar. O'lim oldidagi odamga uning amallarini yozib boruvchi ikkita farishta nozil bo'ladi. U inson hayotda itoatkor bo'lgan bo'lsa, farishtalar shunday deydilar: Alloh seni baxt, farovonlik va yaxshi rizq bilan siylasin. Necha marta sen bizni yaxshi yig'ilishlarga olib borgansan va bizni guvohligimizda qancha yaxshi amallarni bajargansan. Agarda inson gunohkor va badfe'l bo'lgan bo'lsa, ikki farishta unga qarab shunday deyishadi: Alloh taolo senga yaxshilik va foyda keltirmasin. Sen bizni necha marta yomon yig'ilishlarga ergashtirgansan. Bizning guvohligimizda noto'g'ri amallarni bajargansan. Qancha jirkan so'zlarni eshitishga majbur qilgansan. Alloh senga yaxshiliklar ato etmasin. Lekin ular o'lim farishtasini chaqirig'ini eshitmagunlaricha ularning jonlarini olinib, ruhlari tark etmaguncha o'lmaydilar. Farishtani chaqirig'i bilan birga ikkita xabar keladi. Bu qora xabarlardir. Ey Allohning dushmani, men senga shuni ma'lum qilamanki, jahannam ahlidan bo'lasan. Yoki boshqa xabar. Ey Allohning sevgan bandasi, men senga shunday yaxshi xabarni yetkazamanki, sen jannat ahlidan bo'lasan. Allohning elchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: o'zining boradigan joyini bilmay turib hech biringiz bu dunyoni tark etmaysizlar. Ya'ni borar joyingiz jannatdir yoki do'zaxdaligini bilasizlar. Imom G'azzoliyning Hiyo Ulumuddin kitobida Alloh barchamizga yaxshi oxiratni hadya etsin va dunyoni iymonimiz bilan tark etaylik. Amin. Video haqidagi fikrlaringizni izohlarga qoldirishni va like bosishni unutmang. Alloh barchamizni o'z panohida asrasin. Ko'rishguncha xayr.